Ajon. Hoppa. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatuvchilarimiz, akalar, hormani salomatmisizlar? Nasib bo'lsa bugun sizlarga ovqat zo'ridan chiqaramiz, akalar. Yup. To'klar, zardalar joyida. To'xtashlari ham joyiga to'xtayapti. Поворот. Jilov deysizlarmi? Akalar, bugungi sanamiz 10-mart. Men Toshkent shahar Avangard o'zimiz otxonamizdan ekranda ko'rinib turgan Merlin laqabli otni bugun video obzorini qilamiz, ma'lumotlarni sizlarga yetkazaman. Otimiz Qirg'izistondan kelgan. Yoshi 11 yashar. Bo'ylari 1.65 plusga beramiz, 1.68 chiqyapti. Metrga solingan lavhalar bor. Qo'yib ketamiz. Qancha turgan joyga olib kelasiz? Yaqinroq boraymi sizga? Ha, keling. Ana ko'rinmayapti va. Kelaveraymi? Mana 68 mana. Qamchini avvali ham bor. Bo'ldi. Agar esingizda bo'lsa, 2 hafta oldin kim kuzatgan bo'lsa, promo efir qilganimda shu 18-daqiqasida mana shu otni Qirg'izistonda bozorda ko'rib qolganman. Otni ko'rib, galaga borishlarini ko'rib, ot o'zini tutishini ko'rib, shu joyda baraka qilib olganman. Negizi ot bir akamizga 8,5 ming dollarga o'tgan ot ekan. Pul zaril bo'lib qolib kechagi kuni shu 2 hafta oldin bozorda oldik. Zardalarni qarang, только звукка. Katta ot qidirgan aka-ukalar, xudo xolasa bugun sizlar bopib chiqqan. Jilov qarang. Ha jono. Mana otni bichimi, ot formasi. Ot o'ngga chapga, libo tomonga startda turadi akalar. Rul gidravlika. Mana pavlov. Ha jono. Bu otni polvonligiga bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Sababi rekomendatsiya kuchayib, sizlardan ko'proq inson ko'rishiga sababchi bo'lasizlar. Bizni 80% odam podpiska bo'lmasdan kuzatar ekan, 20% podpischilarimiz kuzatar ekan. Akalar, podpiskani bosib qo'ying, xudo xolasa 100 ming bo'lishimizga ozgina qoldi. Biz mana bu otni bombalardan olib kelib sizlarga chiqarib turamiz. Otni yuvoshligi zo'r. Bismillah. Mana otimizning bichimlari, formalari. 4 ta oyog'iga paypog'i baylatadi. 4 ta oyog'ini ushlatadi mana. Tagidan bemalol qabaqa o'tib, yosh bola qarasa bo'laveradigan holatda. Otni yomon qiliqlari yo'q, yomon xarakteri yo'q. Jonivor, kalla, vosh, hamma yo'q kelgan otda. Endi nasib bo'lsa shuni sotuvga qo'ydik. O'zi buni sotuvga qo'ymaylikda, shu rozada yaxshilab boqib, tarbiyalab, bostirib Ramazondan keyin uloqqa solib berib sotish niyati bor edi. Bunda narxi boshqacha bo'ladi, xudo xolasa. Bu safar endi Ramazon sababli, uloq bo'lmagani sababli narxini yengil qilib qo'yamiz, yengil sotamiz akalar. Ot xarakterlarini ko'ringlar. Yursang orqadan yuradi akalar. Shunaqa darajada yuvosh. Yomon xarakteri yo'q. Mana otni orqalarini qarang. Orqa bichimlarini. Tak. Akalar, otni uzangizga oyoq qo'ydingni, g'ayratini ko'raverasizlar-da. Xo'p, videoni qisqa qilamiz. Otni ma'lumotlarini berdik. Parametrlarni ko'rdinglar, otni tuzilishini ko'rdinglar. Kimga qiziq bo'lsa, shu ekranda ko'rib turgan Merlin laqabli otimiz narxini aytamiz, xudo xolasa. Narx cho'ntak bo'lib qolib. Baraka deydigan qilib akalar 3500 dollar ozgina kami bor. Nasib bo'lsa bu safar obunachilarga bo'lishdik. Xudo xolasa podpiska bo'lmaganlar podpiskani bosib qo'yinglar.
biz sizlarga yaxshi otlarni arzon bahoda chiqarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Bizni kuzatib borganingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'lasizlar.